xonadonlarga Farg'onani mayin birinchi sort asparlardan bosib beryapmiz. Buni narxi qanaqa bo'lyapti, qalinligi qanday bo'ladi va xizmat ichiga nimalar kiradi deganlarga xudo xolasa to'liq video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz eslangdan chiqmasin. Xuddi mana shu holatda chiroyli qilib bosib beramiz. Avvaliga misol uchun joyizni zaspkasini qilib, urinlarni, klonlarni chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz 5-6 sm zaspga bosiladigan bo'lsa, o'zimiz xuddi mana shu holatda zaspkalarni yoyib, trambovkalarni qilib, chiroyli qilib tayyorlab olamiz. Undan keyin xuddi mana shu holatda asfalt bosish jarayoni boshlanadi. Asfaltni ham xudo xolasa saqichlari zo'r qo'shilganidan 1 yil garantiyali qilib, chiroyli qilib bosib beramiz. Bu tomonlari bosilib ishlari bitdi, ko'rishdan mumkin holatini xuddi mana shunday chiroyli holatda xudo xolasa ishlarini bitirib topshiramiz. Avvaliga xuddi mana shunday oddiy katoy bilan, undan keyin vibratorli katoy bilan ham bosib beramiz. U vibratorli katoyimiz ham yana ham asfaltda zichligini orttirib, uzoq yil xizmat qilishini ta'minlaydi. Xudo xolasa xizmatimiz vodiy bo'ylab bo'ladi. Kimga asfalt bosish xizmati kerak bo'lsa, uylargami yoki ko'cha yo'llargami bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomer qoldirib qo'yganmiz. Ishimizga xudo xolasa 1 yilga kafolat beramiz. Asfalt misol uchun sifatsiz chiqib, ko'chib ketib shunaqa muammolar chiqaradigan bo'lsa 1 yillik kafolat bo'ladi. Kakfolojniy dokumentalniy pechatlari bilan xudo xolasa sizlarga topshiramiz. Endi narx qanaqa bo'lyapti deganlarga, bugungi kunda ozgina asfaltlarimiz narxi ko'tarilib qoldi, chunki saqichlari qimmatlab qoldi. Shuni hisobiga ozgina narxlari ko'tarilib qoldi. Arzonchi asfaltlar ham bor, lekin biz arzonchilardan olmaymiz. Xudo xolasa mana shunday sifatli asfaltlardan olib kelib, xizmatlarini bitirib beramiz. Narxiga xudo xolasa telefon qilaverasizlar, chiroyli qilib narxini kelishib qilib beramiz. Ekranda nomer qoldirib qo'ydik. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.